Tezkor xabar: Toshkentda ro'y bergan janjal oqibatlari ma'lum qilindi. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Sud hujjatlarida qayd etilishicha, joriy yilning 15-aprel Yashnobod tumanidagi bozorlardan birida shu bozorda savdo qiluvchi fuqarolar 1998-yilda tug'ilgan AA, 2006-yilda tug'ilgan ZD, 1982-yilda tug'ilgan NE hamda 1984-yilda tug'ilgan MMlar tortishib qolib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan o'zaro janjallashib ketgan. Voqea Aviasozlar dehqon bozori oldida yuz bergan. Ular bir-birlarini har xil uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilgan. Shuningdek, sotuv mahsulotlariga zarar bergan. Holat yuzasidan 29-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida bo'lib o'tgan sudda fuqaro AA ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida, ya'ni mayda bezorilikda nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topildi va 3 sutka qamaldi. Shuningdek, undan ma'muriy qamoqning har bir kuniga bazaviy hisoblash miqdorining 15% miqdorida, ya'ni 168.750 so'm davlat foydasiga undirilishi belgilandi. Qolgan 3 fuqaro ZD, NE hamda MMga yuqoridagi moddaga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari 1.125.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.